Aziz opa-singillar, bugun men sizlarga uy sharoitida ko'k anjirdan niqob tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga anjir hamda asal kerak bo'ladi. Ishni anjirni maydalab olishdan boshlaymiz. Maydalangan anjirga bir choy qoshiq asal qo'shib olamiz. Bilamizki, tabobatda anjir juda ham foydali meva hisoblanadi. Bu yuz terisi uchun ham foydali. Mana niqob tayyor bo'ldi. Niqobni tozalangan yuz terisiga surib olamiz. Mana niqobni surib oldik. Niqob yuz terisidan 15-20 daqiqa turadi va iliq suvda yuvib olinadi. Aziz opa-singillar, bunday niqoblardan haftada 2-3 marotaba surib turishingizni tavsiya qilaman. Go'zallik sizni tark etmasin.